ularda turadigan o'rinlarida oyat mo'jizalar bor. Laqad kana li sabayin fi maskanihim aya. Sabo uchun o'z maskanlarida oyat alomatlar bordir. Dar haqiqat, ya'ni aniq oyat. Qanaqa oyatlar bor? Jannatani an yamini va shimal. O'ng va chap tomonida bog' bor, ikkita bog' bor. Ya'ni o'ngiga ham qarasa bog', chapiga ham qarasa bog'. Yoki Alloh taolo ularga shunaqangi barakalar berdiki, qarang. Soylar, sellar oqardi. Ular sellar, endi bog' urug'lar, uzumlar, mevalar, anorlar, ya'ni insonda hayolga kelgan hamma dunyodagi mevalar bor edi ularda. Suvlar oqib yotardi, tog'lardan suvlar kelardi. Alloh taolo mo'lkul yomg'ir, qorlar berdi. Shunday mo'lkul suvlar, bog'lar. Hatto bir ayol boshiga savat qo'yib ketishida uyga borsa, savat o'sha mevalarga to'lib qolgan. Tushgan mevalarga to'lib qolgan. Endi u savatga tushgan meva, endi yer biring meva. Qurt-qumursqalar yeydi, xullas kalom ne'mat. Bog'roqlar. Ular nima qilishdi? To'g'on qilishdi. To'g'on qilsak, shu suvdan o'zimiz foydalanamiz dedi-da, soydan, katta soydan kelayotgan suvni ular to'g'on qilishdi, chiroyli qilib, suv haliga kelayotgan suvlar to'plandi, katta damma bo'ldi. Ular keyin u bilan sekin xohlagan joyiga olib borib olib, turbalar bilan bog'larini sug'arishardi. Bog'lari shunaqangi meva berardiki, endi buni tasavvur qilish qiyin. Endi bosh qo'ydimi Alloh taolo? Yo'q, ularga payg'ambar yubordi. Ularga da'vatchilar yubordi. Da'vatchilar kelib ular da'vat qildi. "Ey, o'zlaringga kelinglar. Allohga ibodat qilinglar" dedi, ular ko'nmadi. Chunki pul ko'p odam shunday bo'ladi. Ne'matda yashayotgan odam shunday bo'ladi. Ko'zi ko'r bo'ladi uni. U go'yoki o'zim eng yaxshi odammanki, Alloh menga beryapti. Alloh meni yaxshi ko'radi deydi. Hech meni kam qilgan, hech narsadan kam qilgan yo'q deydi. Seni Alloh bir narsadan kam qilib qo'yganda edi, shu yaxshi edi sen uchun. Ko'zing ochilardi. Firavn ham xuddi shunday bo'ldi-da. Natijada nima bo'ldi? Hali o'zlari qo'llari bilan qurgan to'g'on buzildi. Rivoyatlarda keladi, kalamush teshib qo'ydi. Buzildi, shu bilan yer biringa aylandi. Bog'lari ham chakalak zollarga, tikan zollarga aylanib ketdi. Shundan keyin arablar tarqab ketdi-da, shundan keyin arablar tarqab, o'zlari titim tarqab ketdi. Demak, shunday ne'matdan ular cho'llarda aylanib, bitta ozgina suv uchun bir-birini yillar o'ldirdi ular. Oddiy bitta quduq uchun bitta quduqni talashib, ular 40 yillab, 50 yillab bir-biri bilan urushdi. Suvlar bemalol edi oldin, to'g'onlar qurib, mevalar bog'larini sug'arishar edi. Noshukur bo'lishdi. Alloh taolo ularni cho'llarda tentiratib yurgizdi va bitta quduq uchun, ozgina suv uchun bir-birini yillab o'ldirishdi. Shunaqa, bu narsa bizga oyat, alomat. Mana bizning yurtlarimiz qanday zo'r joy. Mevalar bor, hamma tog'lardan suv keladi. Shunday suvni olib ichoramiz. Sal chetga chiqinglar-da, jinday suvni pulga sotib olasizlar. Eng qimmat narsa pul. Nima? Suv. Eng qimmat narsa. Bizda shuni qo'limizda yotib olib suv ichamiz. Bu Allohning katta ne'mati. Buni shukronasi nima bo'lish kerak? Shukronasi Allohning buyrug'i bilan yurish kerak. Allohning hukmi bilan yurish kerak. Allohning da'vatchilariga quloq tutish kerak. Kibrlik qilmaslik kerak. Yolg'iz Allohga ibodat qilish kerak. Alloh ziyoda qiladi, ziyoda qiladi.